ikki xalqning dilbandi Maqsud Shayxzoda Nizomiy o'lkasida tug'ilib, o'sha o'lkada voyaga yetib, O'zbekiston, ya'ni Alisher Navoiyning o'lkasi bo'lgan O'zbekistonda yashagan, ijod qilgan, faoliyat yuritgan. Maqsud Shayxzoda 1908-yil 25-oktyabrda Ozarbayjonning Oqtosh shahrida tavallud topgan. Bu kishining oilasi ziyolilar oilasi bo'lib, Maqsud Shayxzodaning otasi Ma'sumbek o'z davrining mashhur shifokorlaridan va kerakli doktorlardan bo'lgan. Juda ham ko'p odamlarni hayotining tugashiga sabab bo'layotgan bezgak kasalligiga qarshi mardonavor kurashgan. Onasi Fotima xonim esa ayollar sho'rasining mudirasi bo'lgan. Bunday muhitda voyaga yetayotgan Maqsud Shayxzoda kitobxonlik, adabiyotga, shoirlikka, yozuvchilikka bo'lgan qiziqishi tobora ortib boradi. Bundan tashqari oilasiga ko'plab yozuvchilar, adabiyotshunoslar, falsafa va tarix fanlarining haqiqiy mutaxassislari tashrif buyurib, uzluksiz ketma-ket ravishda davra suhbatlari olib boradi. Bu suhbatlarda qatnashayotgan Maqsud Shayxzodaning bevosita ilmi va mehr-muhabbati oshib boradi. Bu kishining adabiy faoliyatlariga keladigan bo'lsak, Maqsud Shayxzoda 1928-yilda Toshkentga tashrif buyurgandan so'ng, Shayxzodaning adabiy faoliyatiga keladigan bo'lsak, 1928-yildan Toshkentda faoliyatini boshlagan bo'lsa, dastlab Markaziy Osiyo universitetida qisqa muddatli ta'lim olgandan so'ng, dastlabki 10 yil mobaynida ko'plab jurnallarda, gazetalarda faoliyat yuritadi. Shu muddat mobaynida ko'plab yozuvchilar bilan, xususan Oybek, G'ofur G'ulom, Cho'lpon kabi yozuvchilar bilan birgalikda ishlab, o'zbek tilini mukammal o'rganadi va kelgusidagi yozuvchilik faoliyatiga katta zaxiralar to'playdi. 1938-yildan to umrining oxiri 1967-yilgacha kishi Nizomiy nomidagi Davlat pedagogika universitetida dotsent sifatida faoliyat yuritadi. U yerda kunduzgi va kechki yo'nalishda talabalarga ilm ulashib keladi. Shu muddat mobaynida Maqsud Shayxzoda ko'plab asarlar yozadi. Tarixiy asarlar va o'sha davrdagi muhitni tasvirlab, insonlarning ma'naviyati, ongining rivoji uchun katta hissalar qo'shadi. Jumladan, Jaloliddin Manguberdi dramasi Ikkinchi jahon urushidek og'ir bir davrda o'sha harbiylarning ruhiyati tushib ketgan va